Assalomu alaykum qadrli tinglovchilar. Men Tohir va Jasmina Jizzax davlat pedagogika universiteti pedagogika, psixologiya va inklyuziv ta'lim fakulteti logopediya yo'nalishi 511-23 guruh talabasi bo'laman. Bugun sizlar bilan nutq nuqsoniga ega bo'lgan bolalarning motorik xususiyatlari mavzusi bilan tanishamiz. Ya'ni o'sha bolalarda uchraydigan nutq kechikishlarning sabablari, ularning oldini olish choralari va korreksiyalash ishlari bilan tanishib o'tamiz. Demak, nutq nuqsoniga ega bo'lgan bolalarda asosan motorika ikki xil, ya'ni umumiy va mayda motorika rivojlanishi sekin bo'lganligi sababli yoki yaxshi rivojlantirilmaganligi sababli ularda nutqning kechikishi yuzaga kelishi mumkin. Ya'ni qanday kechikadi? Dastlab bolalarda nutq asosan 9 oylik, 1 yosh va 1 yoshdan keyin rivojlana boshlaydi hamda nutqi chiqib bolalar gapira boshlaydi. Bunday bolalarda esa nutq kechikishlari bo'lgan bolalarda o'sha bolalarda gugulash davrlari, chinqirish davri, undan keyin so'zlarni gapirish davrlari kechika boshlaydi hamda bolalar o'z tengqurlariga nisbatan ortda qolib gapirishmaydi. Buni nutq kechikishiga olishimiz mumkin hisoblanadi. Nutq nuqsonlariga ega bo'lgan bolalarda asosan mayda motorikalari yaxshi rivojlanmagan bo'ladi. Mayda motorikalarga nimalarni kiritishimiz mumkin? Ya'ni o'sha uning mayda motorikalari, ya'ni asosan qo'llarning uchlarida, barmoqlarning uchlarida, oyoq barmoqlarining uchlarida, yuzlarda joylashgan nutq markazlari, nutq apparati yaxshi rivojlanmaganligi sababli ularda nutq kechikishlari yuzaga keladi. Bunday holatlarda o'sha bolalarda markaziy sistema bilan bog'liq bo'lishi ham mumkin bo'ladi. Bunday holatlarda ularda mushaklarning tortilib qolishi gipotonus yoki gipotonus bo'lishi mumkin. Masalan, gipotonusni oladigan bo'lsak, gipotonusda nutq mushaklar nisbatan bo'shashib qolgan bo'ladi. O'sha bola gapirishga qiynaladi, tilini harakatlantirishga, og'zini yopib turishga qiynaladi. Ya'ni og'zi ochiq bo'lishi mumkin, lablarini yopib yurishga qiynalishi mumkin, tillarni harakatlantirishga, chiqarishga, yonga, u yonga, bu yonga olib borishga qiynalishi mumkin hisoblanadi. Bunda mayda motorika o'sha gipotonusni kuzatishimiz mumkin bo'ladi. Gipotonus oladigan bo'lsak, gipotonus bunda mushaklarning haddan ziyod tortilib qolishi, ya'ni qattiq bo'lib qolish bo'ladi. Bunda ham xuddi yuqorida sanab o'tgan holatlarimiz kuzatilishi mumkin. Bunda ham tilini harakatlantirishga qiynaladi. O'sha logoped tomonidan berilgan mashqlarni ham yaxshi bajara olmaydi. Logopedik mashqlarni, ya'ni o'sha til mashqlarini, turli xildagi mashqlarni bajarishga ancha qiynaladi. Ya'ni statik va dinamik mashqlarni bajarishga birmuncha mashaqqatli vaziyatlar yuzaga keladi, bajara olmaydi. Ya'ni bunday holatlarda nima qilish kerak? Undan tashqari umumiy motorika haqida gapirmadik. Umumiy motorikada ham umumiy motorikasi haqida gapiradigan bo'lsak, umumiy motorikasiga asosan ularning yugurishi, o'rnidan turishi, sakrashi, chopishi, shu holatlarni olishimiz mumkin. Bular ham nisbatan sekin bo'lishi mumkin. Ya'ni shu gipotonus kuzatilgan holatlarda ularda bu harakatlarni bajarish birmuncha qiyinchiliklar yuzaga keladi. Bunday holatlarda nima qilish kerak? Asosan dastlab logoped huzuriga boriladi. Ya'ni bolada o'sha nutq kechikishi bo'lyapti, uni orqasidan motorik xususiyatlari buzilyapti. Ya'ni motorik xususiyatlar buzilganligi sababli nutq ham kechikyapti. Bular logopedga aytiladi. Ya'ni logoped buni o'z tavsiyalarini beradi. Logoped tomonidan agarda nevropatologga, psixologga jo'natilish kerak bo'lsa, albatta jo'natiladi. Dastlab nevropatolog ko'rigidan o'tish kerak bo'ladi. Chunki unda gipotonuslar aniqlangan. Bularni nevropatolog tomonidan chuqurroq o'rganiladi. Undan keyin logopedga yo'naltiriladi va logoped o'z ishlarini amalga oshiradi. Bunda bolaga turli xildagi massajlarni tavsiya qilishimiz mumkin. Ya'ni yuz massajlari, qo'l massajlari, o'sha oyoq massajlarini tavsiya qilishimiz mumkin. Ya'ni logoped tomonidan o'sha gipotonus bo'lib qolganda, ya'ni bo'shashtiruvchi yokida o'sha qattiqlashtiruvchi mashqlar amalga oshiriladi. Bolani o'sha tilini yoki o'sha nutq apparati harakatlarini yanada harakatchan qilish borasida logoped bilan ishlanadi. Undan tashqari faqatgina logoped emas, logoped tomonidan tavsiyalar ham beriladi albatta. Faqatgina logoped bilan emas, ota-ona bilan ham ishlash, ya'ni ota-onaning ham yordami, ko'magi zarur bo'ladi bunday holatlarda. Ya'ni ota-ona ham uyda bolasi bilan shug'ullanishi, unga vaqtini ajratishi, unga kerakli bo'lgan mashqlarida yordam berishi zarur hisoblanadi. Masalan, hozir oddiygina misol
qilib ko'rsatishimiz mumkin. U sharoitda ota-ona bolasi bilan bemalol qila oladigan mashqlardan boshlaymiz. Qani ketdik. Masalan, oddiy shu ruchkani olamiz. Yuqorida ta'kidlaganimizdek, nutq markazlari mana bu har bir qo'limizning uchida joylashgan bo'ladi. Mana shu markazlarda oddiygina ona shu bolani qo'lini asta shunday bosib chiqish orqali ham unda o'sha birmuncha motorikasini rivojlantirishga xizmat qiladi. Undan tashqari oddiy ruchkalarni xuddi mana shu tarzda barmoqlarni uchigacha olib borgan tarzda amalga oshirsa, o'sha boladagi mayda motorikani rivojlanishiga, undagi nutq o'sha zonalarning yaxshi ishlashiga sababchi bo'ladi. Shu tarzda davomiy yokida o'sha ona bitta qo'li bilan o'zi ushlab, bitta qo'li bilan bolasini qo'liga yuritish orqali ham buni amalga oshirish mumkin hisoblanadi. Demak, birinchisi shu edi. Ana ikkinchisi, oldimda hozir mana ikki xil tugakli mahsulot turibdi. Guruch hamda mosh. Bular mayda bo'lganligi sababli o'sha qo'lga ushlaganda bolani motorikasini rivojlantirishga yordam beradi. Ya'ni bularni bolaga ushlatish, oyoqlarini tagiga qo'yib, oyoqlari bilan yuritish orqali ham o'sha oyoq uchlarida joylashgan motorik zonalarni rivojlantirish mumkin hisoblanadi. Yokida bular ikkalasini aralashtirib tashlab, bolaga moshni alohida qilib ber yoki guruchni alohida qilib ber deyish orqali ham uni o'sha barmoq uchlarida joylashgan motorikasini rivojlantirishga xizmat qilishimiz mumkin hisoblanadi. Ya'ni qanday? Masalan, shu ikkalasi aralashib ketdi deylik. Bola buni ajratib olish uchun ham tafakkurini ishga soladi, ham diqqatini, ham mayda qo'l motorikasini rivojlantirishga xizmat qiladi. Ya'ni bu narsani bajarish uchun bola diqqatini uzmaydi, ya'ni diqqati bilan qarab turadi va diqqati yanada rivojlanishiga ham xizmat qilishi mumkin hisoblanadi. Undan tashqari yana aytishimiz mumkinki, turli xildagi ignali koptokchalar mavjud. O'sha koptokchalarni qo'lda dumalatish, o'sha oyoqda dumalatish, undan tashqari ularni barmoq uchlariga yuritirish orqali ham barmoq uchida joylashgan nutq zonalarini mayda motorikalarni rivojlantirishimiz mumkin hisoblanadi. Undan tashqari bolalarning nutq apparati bilan ishlanadi, ya'ni o'sha nutq apparatiga nimalar kiradi? Og'iz bo'shlig'ini kiritishimiz mumkin, til, lablar, tishlar, yumshoq tanglar, qattiq tanglar bilan kiritishimiz mumkin nutq apparatiga. O'sha nutq hosil qilishda ishtirok etuvchi apparatlar hisoblanadi, bular vositalar hisoblanadi. Nutqqa kechikkan bola asosan o'sha diqqati yaxshi emas bo'lishi mumkin, tafakkuri yaxshi emas bo'lishi mumkin, eshitishni istamasligi mumkin, yokida o'sha nutq apparatida muammolar bo'lishi mumkin, ya'ni tonuslar bo'lishi mumkin. Bularning barchasi aniqlanib, logoped tomonidan birin-ketin ishlov berish, ya'ni korreksiya ishlari amalga oshirib boriladi. Dastlab o'sha boladagi tonuslar yo'qotiladi, ya'ni tortishib qolishlar, ya'ni gipotonusmi, gipertonusmi ular yo'qotiladi. Bular yo'qotilgandan keyin esa o'sha bola bilan ishlash birmuncha oson bo'lib, o'sha logoped aytadigan mashqlarni qilish osonlashadi. Ya'ni til mashqlarini qilish mumkin. Ya'ni tilni dinamik yoki statik mashqlar mavjud bo'lishi. Masalan, oddiygina R harfini chiqarilmaganda, bolalarda R harfi chiqmaganda ochcha mashqini qilishimiz mumkin bo'ladi. Mana shu ochcha mashqi orqali shu ochcha mashqini bajarish uchun ham bolada tonus mavjud bo'lmasligi kerak. Agarda tonus bo'ladigan bo'lsa, bola tilni yuqoriga ko'tara olmaydi hamda o'sha ko'targanda ham bunaqa tebranishli harakatni bajara olmaydi. Shuning uchun boladagi avval gipertonus va gipotonuslarni yo'qotib, undan keyin bu mashqlarga o'tiladi. Yokida o'sha R harfini aytishga yordam berish uchun qo'ziqorin mashqini qilishimiz mumkin. Shu mashqlarni qilish orqali o'sha boladagi nutq nuqsonlarini birmuncha, ya'ni dislaliyani birmuncha bartaraf etish mumkin hisoblanadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Bugun sizlarga bermoqchi bo'lgan ma'lumotlarim shulardan iborat edi. Keyingi video darslarimizda ko'rishguncha, keyingi darslarda bundan-da qiziqroq ma'lumotlarni yetkazishga harakat qilaman. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat.